Bizda darajalar bor. Qalqonsimon bez kattalashishi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajasi. Qalqonsimon bez tugunlari aniqlandi. Ular xavflimi? Qachon xavfli? Qalqonsimon bez gormonlarini to'liq va yetarlicha organizmga ishlab chiqarilmasligi, razmeri 1 santimetrdan oshgan, ya'ni 2 santimetrgacha yoki 2,5 santimetrdan baland bo'ladigan bo'lsa, tugun nima? Tugun qachon xavfli, qachon biopsiya kerak? Bugun ko'pchilik bemorlarimizni qiynayotgan qalqonsimon bez haqidagi ko'p beriladigan savollar haqida gaplashamiz. Bu qalqonsimon bezda uchraydigan tugunlar. Bu, ya'ni tugun nima? Qalqonsimon bez tugunlari aniqlandi. Ular xavflimi? Qachon xavfli? Va qachon o'sha tugunlarni biopsiya qilishimiz kerak? Birinchisi, tugun nima degan savolga keladigan bo'lsak, qalqonsimon bez tugunlari qachon paydo bo'ladi? Qalqonsimon bez gormonlarini to'liq va yetarlicha organizmga ishlab chiqarilmasligi, yetishmasligi hisobiga qalqonsimon bez funksiyasini susayganida qalqonsimon bez tugunlari yoki bo'lmasam unda uchraydigan kistalar paydo bo'ladi. Tugun qachon xavfli? Qachon biopsiya kerak? Agar sizda shu tugun o'sha qalqonsimon bezni UZI qilganimizda aniqlanadigan bo'lsa, razmeri 1 santimetrdan oshgan, ya'ni 2 santimetrgacha yoki 2,5 santimetrdan baland bo'ladigan bo'lsa va o'sha tugun sizga yutinganingizda qanaqadir tiqilish bilan xalaqit berayotgan bo'lsa va aniqlaganimizda gormonal o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qalqonsimon bez tuguni o'zini atrofiga o'zini xususiy qon tomirini hosil qilib, o'ziga o'zi oziqlanib va nazoratsiz ravishda ko'p miqdorda gormon ishlab chiqarayotgan bo'lsa, bunda xavfli hisoblanadi va o'sha paytida biopsiya talab qilinadi. Bunda tekshiriladi, qalqonsimon bez darajasi aniqlanadi. Birinchi, bizda darajalar bor. Qalqonsimon bezi kattalashishi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajasi farqlanadi va tugunning razmeri ham o'shanga qarab tirats sistemasida aniqlanadi. 1-chi, 2-chi tirats darajasi qo'yilganda, bunda tugunning razmeri ham hisobga olingan bo'ladi, kichikroq. Agar 3-chi darajali tirats qo'yilganda, bunda biopsiya qilish kerak va razmeri o'sha 2,5 santimetrdan katta bo'lgan holatda. Unda biopsiya qilingandan keyin u tugunni xususiyati, sifati o'rganiladi va uni baholaganimizdan keyin undan keyingi amaliyotni terapiyasini qanaqa olib borishimiz hal qilinadi.